Taroga savol beramiz. Unda kimdir bormi? Oxirgi paytlar o'zgarib qolgan. Unda kimdir bormi sizdan tashqari? Shaxsiy rasklad kerak bo'lsa, Fortuna 2025 ga yozasizlar va ulanib gaplashib Taro video javobini olasizlar. Video javob uzoq bo'lishi mumkin, yarim soatlik, 20 daqiqalik, ammo juda ham ajoyib va ko'nglingizni xotirjam qiladi. Xo'sh, davom ettiramiz. Unda kimdir bormi? O'zi u kim, qanday energiyaga ega? Kelishgan, toparmon, tutarmon, ishlaydi. Puli bor, lekin unchalik ko'p emas. Ishlaydi. O'ziga ishongan, xarizmatичный, kelishgan, bo'yi baland. Ko'zlari chiroyli. Xo'sh, o'zi ko'proq ish bilan yugurarkan. Ishga kirishib ketsa, bitta kirishib ketadigan shaxs. Xo'sh, nega o'zgarib qolgan? O'zgarib qolgani unga qanaqadir bitta erkak ta'sir qilyapti. Qanaqadir dokumentatsiya ishlari bo'yicha nimadir, yo ishi, yo отчет topshiradimi? Qanaqadir ishxonasi bo'yicha bir erkak tufayli, o'zidan katta erkak tufayli unda shuning uchun u mana shunaqa o'zgarishlar bo'lgan. Ya'ni hozirgi paytda u sovuqroq, o'zidagi muammolar borligi uchun muammoni hammasini to'liq aytmayapti. Yoki yaqin qarindoshlardan birontasida ya'ni kimnidir yo'qotdimi yoki nimadir ta'sir qildimi unga. Qanaqadir xabar eshitgan, o'sha xabar tufayli ham ta'sir qilgan. Hozir sizga vaqt ajrata olmayapti. Agar buni erkak kishi ko'rayotgan bo'lsa, buni o'zingizga o'girib eshiting. Sizni yaxshi ko'radi. Erkak ko'rayotgan bo'lsa, yaxshi ko'rgan qizingiz sizni yaxshi ko'radi, Agar ayol zoti ko'rayotgan bo'lsa, erkak sizni yaxshi ko'radi. Da, точно, yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi. Unda kimdir bormi? Yo'q. U o'zi bilan hozir o'zining ishlari bilan ovora. Tezroq pul, ishlari, hamma narsani porядкаga qilish kerak. Yo'q, unda qanaqadir yo'qotish bo'ldi, yoki kimnidir yo'qotdi, yoki nimadir o'xshamadi, yo o'qishida masala bo'ldi, yo ishida masala bo'ldi. Bu unga sal og'ir ta'sir qildi. Lekin pul topish yoki o'zining ishlarini yo'nalishga qo'yish bilan ovora, o'zini muammosini aytmaydigan. Hozir unda transformatsiya ketyapti. Transformatsiya ketayotgan paytda sevgiga yaqinlashmaydi, qo'ng'iroqlarga. Xuddi endi tavakkal, boshqa variant, boshqa ish qilmoqchi. U 1-2 marta, ya'ni sizdan yordam so'rab namyoq qilgan, lekin siz bu namyoqqa tushunmagansiz. Bu namyoqqa tushunmagansiz yordam so'rayotganligini. Tushunmagansiz. O'shaning uchun ham u sizga boshqa bu haqda og'iz ochmay qo'ydi, xolos. Lekin u sizni kuzatyapti hamma joydan. Ammo siz bilan hozircha tanaffus e'lon qilgan. Ya'ni bu tanaffus o'zini o'zi lechit qilyapti, o'zini o'zi. Unda hech kim yo'q. U siz bilan yana uchrashishga keladi. Sizlarda yana uchrashuv bor. Bir-biringlarni davolaysizlar keyin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ya'ni sizni yaxshi ko'radi. Chunki siz uni hayotida yengil energiya beradigan shaxssiz. Sizni yaxshi ko'radi. Qo'y, kartani yurib ketishim. Karta meni quchoqlab olyapti. Har xil shubhalarga bormanglar, maslahatim. Sizni yaxshi ko'radi. Bunda hech kim yo'q. Faqat sekin rivojlanish. Ya'ni bu sevgi отношениеңizda sizlarda sekin rivojlanish bo'lyapti. Qanchalik davom etadi yoki yo'q, ikkalangizdan biringiz hal qilasiz, ha yoki yo'q deb. Sog' bo'linglar.